Assalomu alaykum. Mana Obur Ahmad yomg'irlari yog'ib, mana tog'larda hozir qorlar yoqqan payt, mana yaqinda Xo'jagam keldilar-da, hozir 3 litrli bankada. Uka, mana Amrisoyga chiqib ketyapman. Bolalarimni olib, hozir mana shu spets bulyoninglar bor, darmon sho'rvadan solib bergan. Bu yoqqa boraman deyaptilar. Bitta qozonga solib olaman. O'sha qozonda qaynatib bolalarimga ota-onamga ichiraman, mazza qilib, ana nima deydi, ana so'ymaydi deb bolalarim sanikini yeb olgandan keyin ikkita yuzi qip-qizil bo'lib mazza qilib yugurib yuradi qorda deyaptilar-da. Bu to'ppa-to'g'ri, chunki bizda mana shu darmon sho'rvalarni ham spets bulyon deymiz, bankalarga solib, shuna qilib chiroyli qilib dastlabki qilib beramiz. Mana hozir spets bulyonni ayni tayinlanayotgan payti, shuni tepasida turibmiz. Bu yerda mana shu ko'rayotgan rulet go'shtimiz, bunda ichida tushi bor, qazisi bor, ot go'shtlari bor. Mana shu qazilarni, tushlarni to'rab, hozirgi paytda eng nima deydi, immunitetingiz sal tushib, shamollashlar ko'p payti, mana shunaqa darmon sho'rvani ichib yursanglar, xudo xolasa, energichniy bo'lib yuriladi-da. Chunki bu baquvvat ovqat hisoblanadi o'zi aslida. Mana shu Bek Osiyoda 16-17 yildan beri mana shu spets bulyon qilinayotgan bo'lsa, hozir to'g'ri erta betda qilishyapti. Unda aytdik-ku, raddomi shu Bek Osiyoda. Shuning uchun original darmon sho'rvani Bek Osiyoda ichaman desanglar, albatta kelinglar, xudo xolasa, shu yerda o'tirasizlarmi, olib ketasizlarmi? Inshaalloh qo'ldan kelgancha chiroyli qilib mana shunaqa qilib beramiz. Buni eng fishka joyini aytaman. Bu go'shtlari ham alohida tema, to'g'ri, lekin buni bulyon tayyorlashda hech qachon adashilish kerak emas. Mana hozir ko'rasizlar, o'zingizlar mana ichiga shunday sovoryapti go'shtlarni. Ko'pchilik aytayapti, qazini ichovi bilan solar ekansizlar. Mana ko'p joyda abalochka, kolbasa, sosiska soladigan usti bor, o'shanaqa solishadi. Bizda toyi ichovi haqiqiy yesangiz bo'ladi. Mana xuddi shunaqa tarzda, mana videoda qanaqa ko'rsatayotgan bo'lsa, mijozlarimizga ham xuddi shunaqa tarzda boradi. Xudo xolasa spets bulyonni ichaman desanglar, kelaverasizlar. Bu ayni payti hozir, chunki mashindan uyga olib borib qo'yilsa ham bor-ku, o'zi bolalar maktabga ketayotganda, maktabdan qaytganda, ozgina bolalarimizga ichirishimiz kerak. Bu nimaga? Bu iligini baquvvat qiladi. Mana qarang, maza, bundan yeb yurish kerak. Har doim bolalarimiz yeyish kerak. Nimaga? Bu iligini to'q qiladi. Immunitetni mustahkamlaydi. Xudo xolasa mashindan yeyish kerak. Har xillarni gamburgerlar yeb yurishibdi. Vaqti olib bermaylar unaqa narsalarni. Xudo xolasa mana milliy taomlarning eng chempion darmon sho'rvasi Bek Osiyoda bo'ladi. Hozir mana bitta bulyonlarni ham qo'yinglar. Bu bulyonni tayyorlanish jarayonida ziralari, o'zini pripravalari bor. Endi hammasini aytishga hozir vaqt yo'q, lekin mana ko'ryapsizlar, shunaqangi prozrachniy bo'lib ketganda bulyonlar bor-ku. Agar boru mashinga ozgina yarim qoshiq qatuv solib olsangiz boru, shunaqangi yana sayravoradi. Ilgari bulyonlarga qatuv solib ichganmiz-ku, xuddi shunaqa bo'ladi. Xudo xolasa mana shunaqa darmon sho'rvalarni ichaman desanglar, Bek Osiyoga kelaverasizlar. Qani, bismillahirrohmanirrohim.